Assalamu alaikum muhtaram televizorchilar. Ko'rib atqaninglar Erkin Osiyo radiosi tor televiziyasining Abdul xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida radiomizda Uyg'urlarga doir berilgan bir qism muhim xabarlarimizni eslatib o'tamiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Bu yil 28-iyul 2014-yildagi Yakan voqeasiga to'p-to'g'ri 2 yil bo'lgan xotir kuni. Ayni chaqda Roziyetning birinchi kuniga to'g'ri kelgan bu qonliq voqeada Yakan nahisinin Ilishqo, Xangdi qatorliq yezlarida yuzlagan Uyg'ur Xitoy qurolli soqchilari va askarlari tomonidan bostirilgan edi. Mazkur voqeaga 2 yil bo'lgan bugungi kunda Yakandagi yerlik aholilar radiomiz ziyoratini qabul qilib, Yakanning navbatdagi vaziyati haqida inkos qaytardi. Dünya Uyghur Qurultayı'nın reisi Rabia Qadir Xanim bu münasebet bilen 26-iyul günü Şarkı Türkistan xalqı Yakan şehitlerini ebedilik söygü içinde yatıdıdı namlıq bayanat e'lon qildi. Rabia Qadir Xanim yani bu vaqtda radiomizning maxsus ziyoratini qabul qilib, Yakan voqeasida hayotidan ayrilganlarni xotirlaydiganligini bildirdi. Dünya Uyghur Qurultayı'nın sabiq reisi Erkin Aliptekin Dünya Uyghur Qurultayı'nın Fransiyada chaqirilgan 5-ci növbətlik qurultaydan keyin radiomiz orqali o'zining yurak so'zlarini Uyg'ur jamoatiga yetkazdi. Bu yil 80 yoshga kirgan Erkin Aliptekin o'zining Uyg'ur siyosiy da'vosi yo'lida elib borgan ozkam yarim asrlik kurashlari, shuningdek bu jarayonda qo'lga keltirgan tajriba saboqlari haqida to'xtaldi. U yana Uyg'ur da'vosining buguni va kelgusi yuzlanishi haqida o'z qarashlarini o'ttirib qo'ydi. Erkin Aliptekin o'z so'zida yana Dünya Uyghur Qurultayı'nın nizomnomasini yanada mukammallashtirish, Uyg'ur siyosiy faoliyatchilarining bilim va safosini davomli o'stirish, tarixiy tajriba va saboqlarni qabul qilish qatorliq masalalarni alayda ta'kidladi. Yaqında Xitoy hukumat taratqullari xabar berib, Uyg'ur avtonom rayonidagi atalmish 5-chi emgak kuchlarini eng zo'r imkoniyat ichida ishga o'rinlashtirayotganligini bildirgan. Halbuki chet eldagi Uyg'ur kuzatuvchilar yerlik Uyg'urlarning buningdan zodi qanchalik bahramand bo'layotganligiga qarata o'z gumonlarini o'tirib qo'ymoqda. Egallanishicha, Uyg'ur avtonom rayonidan 5-chi emgak kuchi nomida Xitoy o'lkalariga o'tkilayotgan yerlik millat yoshlari yildan yilga ko'paygan bo'lib, yolg'iz Yo'pirg'i noyisidan bu yil Shandong o'lkasiga ilib berilgan Uyg'ur yoshlari 2 mingdan oshadi ekan. Ajablanarligi shuki, Uyg'ur elidagi yerlik millatdan bo'lgan yoshlar 5-chi emgak kuchi nomida Xitoy o'lkalariga yo'tkab ketilayotgan bir paytda Xitoy o'lkalaridagi oliy maktab bitirgan Xitoy yoshlari Uyg'ur eliga jalb qilinmoqda ekan. Xitoy hukumat taratqullarining ilgari surishicha, Uyg'ur elidagi oliy maktab o'quvchilari bu yillik yozlik ta'til mezgilida tuvanga tushgan kadrlarning xizmatiga moslashib, leksiya so'zlash tashviqot faoliyatiga uyushtirilmoqda ekan. Egallanishicha, yozlik ta'tilni o'tkazish uchun oilasiga qaytgan studentlar Uyg'ur elining janub va shimoldagi har qaysi noyalarga chaqirtilib, 18-iyuldan 18-avgustgacha bir ay siyosiy tashviqot faoliyatiga qatnashtirildi ekan. Uyg'ur elidan radiomiz ziyoratini qabul qilgan bir qism kishilar o'quvchilarning ta'tillik tashviqot faoliyatlaridan uchur berdi. Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Ilshad Hasan Afandi bu vaqtda inkos qaytirib, buni menga yuvish harakati deb aybladi. Radiomizda bu yil yanvardan boshlab anglatilayotgan G'arb dunyosidagi Uyg'urlar nomli ko'p qismli hujjatli radio programmasi davomlashmoqda. Mazkur programmaning 7-oylik soni G'arb ellarida o'sib ketilayotgan yangi avlod Uyg'ur yoshlarining ma'naviy dunyosiga bag'ishlandi. Bu vaqtda radiomiz ziyoratini qabul qilgan muhojiratdagi 2-avlod Uyg'ur yoshlari o'zlarining kimlik tuyg'usi, fikr va tafakkur o'zgachilikleri hamda oldingi avlod Uyg'ur muhojirlardan farqlangan bir qism qimmat qarashlar haqida to'xtaldi. Myunxen Texnik Universitetining magistri aspiranti İftixar Eliyar bilan Turkiya Erciyes Universitetining o'quvchisi Farruq Qahramon mazkur radio programmasida fikr bayon qildi. Yaqında Amerikadagi Yangi Amerika tadqiqot markazi Suriyada Islom davlati tashkilotiga qatnashganlarning davlat tarkibiga munosabatlik bir alayda doklad e'lon qilgan. Mazkur dokladda oz deganda 100 nafar Xitoy fuqarosining Suriyadagi Islom davlati tashkilotiga qatnashganligini, ularning hammasining Uyg'ur ekanligini ilgari surgan. Bu doklad e'lon qilingandan keyin xalqaro taratqularning kuchlik diqqatini qo'zg'agan. Bu haqdagi ko'plagan xabarlarda Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan yuqori besimlik siyosatining bir qism Uyg'urlarni bu yo'lga mengishga majbur qilganligi alayda eskartilgan. Muhtaram televizorchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi tor televiziyasining Abdul xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.